Nima bu aka? Nima bu? Asfalt qildik, asfalt. Uyimizni bitib qoldi, 2 kunlik ish qoldi. Gap yo'q lekin tanishtirib chiqing endi uyimizni. Bir sotu yer maydoniga qurilgan 5 ta xona, 250 kvadrat, darvozaxonasidan mashina kiradi. Ichkarini ko'rishingiz mumkin. Tapchan qo'yishga joy bor. Bu yoqdan yer to'laga tushirishimizni, uyimizni kiraverish qismi hol, kirishimiz bilan hol kutib oladi. Bu yoqdan ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, zal qismimizni 7 ga 4 zal. Bardak e'tibor bermaysizlar. 2 kunlik ish qoldi. Uborka qilib tozalab beriladi. Birinchi qavatimiz uchun sanuzel bu yoqda va uni yonginasida oshxona qismimizda kattagina oshxona, keyin mazza qilib ovqat pishirib beradilar. Katta mebel, o'rtada xamir yoyishlik bitta stol qo'yib qo'yasiz va yonida choy ichib o'tirishga joylari bor. Televizor qo'yish uchun ham joylari qo'yib ketilgan. Ikkinchi qavatga chiqib ko'rib chiqamiz. Zinamizning kengligiga e'tibor berasizlar. Chiqishingiz bilan shunaqa katta hol qismi kutib oladi. Bu yoqda ikkinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzel qismimizda kattagina o'lchamda va uni yonginasida ustalarimiz ishlashyapti. Mana zal qismimizda ikkinchi zalimizda agarda o'g'lingizni uylantiradigan bo'lsangiz, kelinga bu yoqni zal sifatida bersangiz bo'ladi. Katta yaxshi eshiklardan qo'yilgan, e'tibor berasizlar. Baland yaxshi eshiklar. Uni yonginasida ota-onalar yotoqxonasi, ota-onalar yotoqxonasi ham katta razmerda, o'zining ichida sanuzeli bilan birgalikda sanuzeli eshigi yopilib qolibdi. Kesinglar ko'rsataman u joyini va yonimizda bolalar yotoqxonasi, bu ham yaxshi o'lchamda, chiroylikin, yaxshi aboylardan qo'yilgan. Tashqari qaragan shu katta romlari va radiatorlari bor. Uni yonginasida o'zingiz uchun yotoqxona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Katta zal razmeriga, ya'ni 7 ga 4, tashqari qaragan oynalari bor. Xonadonimiz joylashgan joyga keladigan bo'lsak, Sergeli tumani, Xonobod mahallasi, orientir 25-maktab. Bu joylarda gaz, svet, suvlardan umuman muammo yo'q. Xonadonimiz 100% tupul pol va radiator asosida isitiladi. 250 kvadratdan iborat. Podvalimizni polni, целый podval qismi va yonida kotelning xonasi bo'ladi. Ya'ni o'shda kotel, yonida ariston boilerlar o'rnatilgan kotellar bilan birgalikda bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsa 110 ming so'ralyapti. Kelishadigan joyi bor. Qiziqqanlar bo'lsa nomer qoldiraman, telefon qo'yasizlar. Shunaqa 110 ming dollar atrofida uy qidirgan tanishlarga jo'natib, video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, Telegram kanalimizga o'tib olinglar. Garajga arzon narxlarni qo'yib boraman u yerda ham.